Assalomu alaykum. Navbatdagi brudurlarimiz Italiya bedanasida hozir rekord qo'yishgan okalar $75,000 savdo qilayotgan okalarga ketyapti. Hasanboyga. Hamma bedanani ishqibozlari o'sha yerda ekan. 7 ta brudur hozir bu yerga sig'madi. 7 ta brudur ketyapti. Brudurimizda 2 ta gazon bo'ladi mana. 2 ta gazon. 2 ta isitish lampochkasi. Qolgan payt o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Bularga infrakrasniyani qizil issiqlik beradigan lampochka qo'yish shart emas. Quyosh nurini bermaydi. Bir tiyinga qimmat. Faqat issiqlik holatida foydalansanglar bo'ladi maqsadida. Gazon 2 ta bo'ladi, ana aytyapti. Gazon 2 ta bo'ladi. Bittasi axlat bo'lgandan keyin olib tashab, ikkinchisini yoyib qo'yishinglar kerak. Hech qanaqa uvib ketmaydi, chirib ketmaydi. 6 li oyna. Даже mushuk kelsa yo'lbars kelmaydimi? Ocholmaydi, uriladi, stopni bor. Hatto yo'lbars ham ocholmaydi. Toza havo kirib turadi. Doimiy toza havo kirib turadi mana shu eshikdan. 5 metr sekundiga havo chiqadi. Apparatlarda o'lchangan kirib, issiq havoga aralashib, keyin pastga tushadi. Gaz yig'ilmaydi, tepalardan chiqib ketadi. Olgan odam baraka topyapti. Mana 5 ta. Ukalarga ham barakali kelsin. Yaxshi $75,000 makiyonini sotib, xorozani $200,000 dan sotish nasib qilsin hammaga. Mana zo'rlarini eski batirdi, brudurlarni. Kafolat beriladi. Sotib olganlardan keyin jo'jani tashlasanglar, biz katta bo'lguncha o'rgatib turamiz sizlarni.